qaysi bir bandadan ikki habibasini olib qo'ysam, ikkita ko'zini olib qo'ysam, ya'ni ko'r qilib qo'ysam, bas sabr qilsa, u ikkisining o'rniga jannatni evaz qilib beraman. Ya Alloh, bu ko'zni o'zi beruvdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, duo qiling, ikkala ko'zim ochilsin." Ko'r odam edi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Xohlasang duo qilaman, ochiladi. Xohlasang sabr qilasan, jannat seniki bo'ladi" dedi. Haligi odam ikkinchisini tanladi. Faraz qiling, agar ko'zim ochilsin deb duo qilganda nima bo'lardi? 60 yil yashardi, 70 yil yashardi, o'lar edi. Lekin jannatni kafolati bo'larmidi? Demak, Alloh taolo siz bilan bizga yoqqan bir narsani olib qo'ysa, bizga yoqmaydigan bir narsani berib qo'ysa, bilingki, bu siz bilan biz uchun Alloh taoloning in'omi. Agar rozi bo'lsak, shukr keltirsak, savob umid qilsak.